Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyimizi başlayımız. Hava şunda soğuk bulavatı keçirenler. Bugünkü leksiyimizin mavzusu mundaq leksiyada sıdağa görüyoruz. Amerika, Yaponiya, Filipin, Avustraliya, Cenubi Denizli buran çapqon payda qıldı. Cungo qatıq cavab qaytırdı mavzulu xabar 4-cü ayının 4-cü gün Fenvitor beti ilan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Amerika, Filipin iki devlet 4-cü ayının 4-cü günü möhrünü taraf belgelik hərbi manevr ötküzdü. Şundan ki Cenubi Denizli yana bir qatam ciddilik 101 mezgilge kirib qaldı. Amerika Qo'shma Shtatlari ve bu devletinin ittifaqdoshlarının bir qatori harakatlaridan jamoat fikri ansirashga başladı. Amerika, Filipin qatorliq davlatlar manevri herkes jungo qortilmagan desimi, lekin jamoat fikri ikki davlatning dag'dug'ili qalda 10 mingdan ortiq harbiy ofitserlarni chiqarib harbiy manevr qilishi hargizmi ikki davlatning yaqinchiligini ko'rsatishlar emas. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining ministri Ashton Carter rasmiyatlarni buzib naq maydonga berib manevrni ko'zdan kechirdi. Odatda esa bo'lmasa kerak ekanda hisobda. Shunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministerligining ministri Ashton Carter bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Filipin birlikda o'tkazgan harbiy manevrni ko'zdan kechirdi. Amerika, Filipin qatorliq davlatlardan boshqa Avustraliya 80 nafar askariy ofitser avatib manevrga qatnashdi. Yaponiya manevrga kuzatuvchi sifatida qatnashishga taklif qilindi. Amerika, Filipin harbiy manevri boshlanishdan bir kun burun Yaponiyaning 3 tane harbiy parxodi 3-cü günü Filipinning Sobek harbiy portiga kirib keldi. Yaponiyaning Chaori Shimbun gazeti mundaq ko'rsatdi. Bu Yaponiya qo'g'dinish qismlari har bir harbiy parxodining 15 yildan keyin tunji qatam Filipinning harbiy portiga kirishidir. Harbiy parxoddan boshqa ikki dona qo'g'dag'uchi parxod 6-cü günü portdan ayrılıp Yaponiyadan yo'lga chiqib Vyetnamning Jillan dengiz portiga yetib keldi. Yaponiya, Filipin ve Vyetnam dengiz portlariga tayinib Janubiy dengiz masalasida jungo bilan qarama-qarshi maydonga kirib qoldi. Yaponiya harbiy portlarga Filipin ve Vyetnamning harbiy portlariga tayinib hozir jungo bilan qarama-qarshi maydonga kirib qoldi. İki devlet bilen münasebetlerini kuchaytirib bu orqali jungoni cheklamoqchi bo'lyapti. Bundan sal burun ba'zi matbuotlar xabar tarqatib, Amerika armiyasining 4-cü ayının 5'ida Janubiy dengizda jungoning xodtashlari va orollariga 12 dengiz miliga yaqin 3-cü qatimliq chorlash elib borganligini ko'rsatdi. Nishon balki Mechi orali bo'lishi mumkin. Amerika nashr qilinadigan mudofaa xabarlari jurnali mundaq ko'rsatdi. Amerika, Filipin davlatlarining bu qatimqi yillik manevri bu ikki davlatning kun sayin qattiq maydonini ifodalayotgan jungoga o'zining amaliy kuchini ko'rsatib qo'yishni maqsad qiladi deb ko'rsatdi. Jungo bak nochi bo'lib ketdi, bizning kuchimizni ko'rsatib qo'yaylik deb ko'rsatdi. Filipin uzundan beri do'st bo'lib kelayotgan Amerikaning yordami orqali jungo bilan qarshilasha oladi. Fransiya agentligi mundaq ko'rsatdi. Bu qatam o'tkazilgan harbiy manevr dushman besib olgan orolni hujum bilan qaytarib kelishni tahliliy nishon qildi.
Şoňa harbiy manwer Jongony gazaplantirishi mümkin. Biz ötkende sizlerge sözlep ötdük vatandaşım 2012-nji ýyly Jongo bilen Filipin oturuş talaş tartışda Jongo harbiy köç şiltip Hongyan dağı orlyny igellip bagan edi. Hazır bir ýerde düşmän besip algan arallyk gaýtyryp keliş dogrusynda Amerika Filipin birleşme harbiy manwer ötküzýär. Jongonyň şeňhaşy agentlik agahlandyryp mundak görsetdi. Filipin Manila hükümeti harbiy manwer arkalyk başgalary bu raýonga başlap kirmesligi kerek. Bu hal aldırap teneş işçide wagt togry kelmegen igwagarçylyk akıbetke özleri ege boluşy lazım. Bu şeňhaşynyň baýanaty.